Ovozliq kitob Abdi Tali. Bilik ün kitap dünyası. Tefekkürünün kudreti. Abduri Napolyon Hill. Toğri tefekkür Tangrining bizga ato qilgan eng cho'ng ne'matlarining biri. Tarjima qiluvchi Ozodjon Nizomiddin. Tarjimondan. Odam mayli qari bo'lsin yoki yosh bo'lsin, er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, savdogar yoki odatdagi ishchi bo'lsin, general bo'lsin yoki dehqon bo'lsin, har vaqt har joyda to'xtamasdan tafakkur qiladi, o'ylanadi. Biroq bir